Logoped bilan defektologning farqini bilasizmi? Bugun sizlarga shuni tushuntirib beraman. Logoped bu nutq buzilishlarini aniqlash, tuzatish va rivojlantirish bo'yicha mutaxassisdir. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, tayyor nutqni, ya'ni chiqqan nutqni to'g'irlash bo'yicha mutaxassisdir. Logopedlar asosan harflarni tushib qolishi yoki qaysidir harflarni noto'g'ri talaffuz qilishi yoki lug'atning kamligi, ammo lug'at bor bolalarda ishlaydigan mutaxassisga aytiladi. Defektolog kim? Defektolog bu rivojlanishda kechikayotgan yoki nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlaydigan kengroq tushunchadagi mutaxassisdir. Ya'ni ham ruhiy, ham aqliy kechikayotgan bolalar bilan ishlovchi, ularning ongini, tafakkurini oshiruvchi mutaxassisdir. Logoped ishlaydigan 5 ta asosiy tashxis. Ya'ni bular: dislaliya, dizartriya, logonevroz, fonetik va fonematik rivojlanishning buzilishi, umumiy nutqning kechikishi, ya'ni ONR. Defektologlar ishlaydigan asosiy 5 ta tashxis. Bular: ZPR, autizm, DTP, sensomotor buzilishlar hamda aqliy va nutqiy rivojlanishdan orqada qolish, ya'ni bularga F70, 71, 72 tashxislari kiradi. Aziz onajonlar, ba'zi hollarda ikkita tashxis yonma-yon kelishi mumkin. Ya'ni bunday holatlarda ham defektologik, ham logopedik tashxislar yonma-yon kelganda ikkala mutaxassis bilan baravar ishlashga to'g'ri keladi. Agar sizlarda tashxislar bo'yicha yana qandaydir savollaringiz bo'lsa yoki yuqorida aytib o'tilmagan tashxislar bo'yicha kimlar ishlashi kerakligi haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, tashxisni kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizga ma'lumot berishga harakat qilamiz.